Assalomu alaykum hammaga. Yana sizlar bilan Faxriyor. Bugun sizlarga men o'zimni ishimni, kun tartibimni, vaqtimni o'zimni tengdoshlarimdan ko'ra 10x ga oshirgan top 3 ilova haqida sizlarga aytib beraman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, men unaqa qanaqa qilib ishlatishimni va qayerdan bu ilovalar topishingizni sizlarga aytib o'taman. Bo'lmasa boshladik. Birinchi o'rinda ko'p biznesmenlar foydalanadigan professional strategiya tuzishda yordam beruvchi ilova Notion ilovasi. Notion ilovasi menga to'g'ri strategiya tuzishda, maqsadlarni yozib olishda, mijozlarimiz uchun kontent yaratishda juda ham yaxshi foyda berdi. Nimaga? Notion ilovasida bitta headline'dan keyin yana ichiga yana bitta headline ochib, misol uchun meni kontentim kimdir bo'lsa, uni ichiga men alohida unga kerakli ssenariylarni yozish strategiyamni yo bo'lmasa unga qiladigan kurs sotuvini yozadigan strategiyamni yo bo'lmasa undan ham boshqa strategiyalarni yozib qo'shib qo'ya olsam bo'ladi. Va hammasi alohida bo'lib ajrab turganda bu juda ham unumdorlikka va chalg'ib qolmaslikka yordam beradi. Ikkinchi ilova umuman deyarli kamchilik taniydigan ilova bu. O'zim ham yaqinda bilib qoldim. Men akam bizga o'rnatib berishgan bu ilova TikTik ilovasi. Juda ham ajoyib nom. TikTikda nima qilsak bo'ladi? TikTik meni hayotimda, ya'ni kun tartibimni to'g'ri taqsimlashda shu narsalarga yordam berdi. Birinchisi, kunlik vazifalarni belgilab olishda, kelajakdagi qiladigan ishlarimni belgilab, ya'ni yana ham ko'proq unumdorlik oshishda, ya'ni men bir haftadan keyin qiladigan ishimni o'shanda belgilab qo'yadigan bo'lsam, u bir haftadan keyin meni telefonimga yoki kompyuterimga xabar beradi va u bajarildimi, bajarilmadimi belgilab olishda juda ham qo'l keladigan ilova. TikTik vaqtimni tejashda shu narsalarni, shu 3 ta muhim narsalari bor. Birinchidan, ertalab turib yo bugun kechasi, misol uchun bugun kechasi ertangilik vazifalarimni yozib qo'ysam, ertalab turamanda telefonimni yoki kompyuterimni ochaman, nimalar qilishim kerak, TikTikka qarayman, bo'ldi, bo'lmasa hammasini bajaramiz. Eng muhim narsalardan biri yana bitta uni soatlarini va kunlarigacha zo'r qilib professional tarzda belgilasanglar bo'ladi. Shu narsa ham meni tengdoshlarimdan ko'ra 10x ga unumdor bo'lishimga yordam berdi. Uchinchi ilova juda ham oxirgi 3 yil ichida juda ham mashhur bo'lgan ilova ChatGPT ilovasi. Bilaman, sun'iy intellektni ko'pchilik yomonlaydi, bu odamni dangasa qilib qo'yadi, lekin sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish odamga hech qachon yomon narsa olib kelmaydi. Sun'iy intellektdan men qanaqa foydalanaman? Klientlarim uchun ssenariy yozishda, ular o'sha ssenariy yozganlarimni to'g'ri ma'lumotlarni topishda, qiladigan ishlarimni strategiya, shablonni tuzishda juda ham qo'l keladi. Men o'zimga maqsad qilganman, xuddi 18 yoshimda $1 million topishda men ChatGPTga shunaqangi zo'r strategiya tuzishiga aytganman ingliz tilida. Yaxshi ham ingliz tilini 50% tushunganim tufayli men ChatGPTni zo'r ishlata olaman. Bu ChatGPT strategiyani juda ham ajoyib tuzib bera oladi. Menga ham 18 yoshimda $1 million topishim uchun juda ham zo'r, menimcha professional strategiyani tuzib berdi. Bu ilovadan qanday foydalanish kerak? Me'yorida bo'lar bo'lmas narsalarni so'ramasdan faqat ish uchun yoki manfaatli narsa uchun yordam berganda bu ilova juda ham unumdor va daromadingizni ham 10x ga o'sishiga sababchi bo'ladi. ChatGPT hozirgi kunda juda ham kundan kunga rivojlanib ketmoqda. Uni Codex degan kod yozadigan intellekti bor, Sora degan rasmlar, videolar
yaratadigan sun'iy intellekt chiqdi. Men sonradan ham o'zim ham ko'p foydalanaman. Menga juda ham professional tarzda rasmlar yasab beryapti. Men o'ylaymanki, ChatGPT, ya'ni sun'iy intellekt bo'limi shu 5 yil ichida katta o'zgarishlar ro'y beradi sun'iy intellekt bilan birga. Hozirgi kunda o'zi katta kompaniyalar sun'iy intellektni ishchi qilib olmoqda. Operatorlarga уже hojat qolmayapti. O'zbekistonda ham даже bu narsa ketyapti. Shuning uchun agar ChatGPTdan to'g'ri o'zingiz biznesingiz uchun yo bo'lmasa qiladigan ishlaringiz to'g'ri ma'lumot topish uchun foydalansangiz, bu juda ham unumdorlikka hissa qo'shadigan ilova deb hisoblayman. Mana ko'rib turibsizlar, shu 3 ta ilova meni shu oxirgi 3 oy ichida 5x ga o'stirdi deb ayta olaman. Meni meni vaqtimni to'g'ri taqsimlashda, Notion'dan to'g'ri foydalanishni bilsangiz, aniq bilaman biznesingizda foyda, ya'ni marketing biznesingizda foydaga kirishni boshlaysiz. ChatGPT ayniqsa rasmlar yaratadigan Sora va boshqa intellektlar, bular hammasini sizlar App Store yoki Play Marketdan o'rnatib olishingiz mumkin. Bu deyarli ichiga kirsangiz oson bo'ladi. O'zinda tushunib, o'rganib ishlatsangiz, sizni unumdorligingizni aniq uchirib yuboradi. Shuning uchun bu ilovalarni menimcha o'zingizni har doim ishlatadigan ilovalaringizga qo'shib qo'yganingizni tavsiya beraman. Bugungilari shunlardan iborat edi. Meni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat.